Assalomu alaykum kanalari. Hozir biz mana hali yomg'irdan keyingi, jalalardan keyingi mevalarimizga shu sharalar tushgan. Shunga endi dori-pori sachmasak, agar ertaga endi kuchayib ketib daraxtlarimizni o'sishiga ziyon yetkazadi. Shuning uchun men ikki xil dori olib keldim. Bittasini oti Yaku Extreme degan. Yana bitta suv dorida oti esimdan chiqib qoldi. Bu ikkovsini mana 1 litr suvga tayyorlab oldim. Men 40 litr suvga olib keldim. Buning ichida pushti parashoy bo'lar ekan. Qo'shdim. Endi unga jidki mila qo'shamiz. Mana jidki mila qo'shamiz. Keyin sal bir nima soda qo'shamiz. 10 litrga 2 qoshiqdan va yana mana bu infarkt degan doridan ham 10 grammdan qo'shib yuboramiz. Xullas, hozir shulardan qo'shib sochishni boshlaymiz hozir mana. Tayyorlay boshlaymiz hozir. Bularni qo'shamiz mana. Ikki qoshiq qo'shamiz. Mana qo'shgan bo'lsak, jidki mila mana shu 100 gram. Jidki miladan qo'shamiz 100 gram. 20 litrga qapas. Shu bitta qoppog'i 5 gramdan. Infarkt qo'shib oldik. Mana kapasni ortdan shekilli infarkt qo'shdik. Endi mana undan yarmini qo'shamiz. Mana shungacha qo'shsak 250 gram bo'ladi. 40 litr suv bo'ladi. Ikkiga bo'lib quyib yuboramiz. Hozir ishqa olaylik. Gram qo'shdik. Endi bizni qo'shmaganimiz suv qo'shib olamiz. 10 litr suv quyib qo'ydik. Albatta suv quyib qo'yish kerak. Suv quyib qo'ydim. Mana shu holatda mana tayyorlab olamiz. Şu an 20 litr. Orqaga ko'tarib yurganimizda ham o'zi aralashib ketadi. Aralashtirib oldik. Endi ashqol sochishni boshlaymiz. Shu holatda sochishni boshlaymiz mana. Albatta taydiylariga ham sachamiz, chunki tepa tomonini o'ldirib tayda qolib ketsa, tayda rivojlanib keyin nima bo'ladi mana. Mana shu holatda mana sochib chiqamiz. Mana endi anorlarimizga sochamiz. Buning uchun uchini jicha bo'shatib olsak, apparatimiz jicha nimaroq sachadi, balandroq joyiga yetib boradi mana. Mana shu holatda mana
ishlov berib chiqqan. Taylariga ham albatta sochamiz. Nimagaki tepa tomonida olib past tomoniga tegmay qolishi mumkin. Mana. Anorlarimiz juda shig'illab meva qilibdi. Endi buni ichida tashabon borsa kerak, tashabon boradi. Ammo hozircha tashagan yo'q edi. Buni taylariga dorilardan soluvdik, ammo lekin mana taylariga tashabdi. Endi Xudoning bergan rizqini olamiz-da. Endi bu anorlarga sochamiz mana. Mana. Endi mana. Jitkimilar nimaga qo'shiladi? Sovunda bilasizlar. Jichaligi nimasi bo'ladi? Sovun tepasini qoplab oladi-da, shuning uchun jitkimilar qo'shib yubordik. Xudo xolasa nima uzoqroq turadi mana. Shoshilmasdan chiroyli qilib mana shu holatlarda sochamiz. Mana. Bizda endi haligi nimadan yo'q. Xitoyda benzinli yaraqasidan. Bu bo'lsa yaxshi, endi bu ham yaxshi mana. U oxirigacha yetib boryapti. Mana shu holatda anorga ham uramiz, mana taydaylariga ham. Mana shu holatda davom etib boramiz. Yoniga bitsak mana ketmaydi. O'sha yerda bukilibdi demak, o'sha yerda shirada ishlagan mana. Sachdik. Hammalaringga omad. Mana shu holatda mana abrabot qilib chiqamiz. O'sha suvdan ham juda katta foydali taraflari bor. Shuning uchun 10 litriga 1 qoshiqdan qo'shib ishlov berib olsak, xohlasa zo'r bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xohlasa bundan-da yaxshi narsalarni sizlarga o'rgatib boramiz.